O'zimni yerim bo'lsin, kichkina bo'lsa ham o'zimni yerim bo'lsin deydiganlarga zo'r variant ko'rib qo'ydim. 1.9 sotuli yer, fasadini ko'ryapsizlar, 20 metr ekan. O'zi 1.9 sotuli ekan. Bu yoq tarafda mana katta ko'cha tarafga qaragani 9,5 metr. Yo'l-yo'lik bo'ladi, to'g'ri. Bu yoq tarafga ikkita qo'shni ko'chib kelgan. Mana hozir ichlarini ham ko'rsataman. Manzil Toshmi postdan 4,5 kilometr kirganda 50 mahalla bor o'sha yerda. Mana shu yerimiz. Katta ko'chaga qaragan fasadi 9,5 metr bo'ladi. Bunaqasiga eniga 20 metr. Qurib sotuvchilar bor-ku. Buni qanaqa qilishadi bilasizlarmi? Bu yoq tarafga qarab solishadi. Darvozasini bu yoq tarafga qilib turib, nechta uchastka sig'adi bu yerga. Uchastka emas, o'sha kichkinaroq katish. Mana shu mahallalar 50 mahalla deydi bu yoq taraflarni. Xo'p, bunaqasiga Tashmi post bilan ketsa ham bo'ladi. Men lekin bunaqasi ittifoq bilan keldim, Nazarboyev ittifoqlar bilan keldim. Mana shu yerimiz. 42 ming so'rayaptilar. Tepasida puli bilan keladigan bo'lsanglar, normalniy kelishtirib berar ekanlar. Egalarining raqamlarini ekranga chiqarib qo'yaman. Aniq lokatsiyasi, rasmlarini Telegram kanalimga tashlab qo'ydim. Bu videoni o'zi kichkina bo'lsa ham shunaqa fasadi katta yerlar qidirib yuradigan tanishlarga jo'natib qo'ysanglar, manfaatli bo'ladi.